O'rtoqlar, e'tiborimiz markazida Koreya mahsuloti Dosan DX60W hamda Xitoy mahsuloti Zut ZT60W ekskavatorlari. Bu texnikalarni xosligi birin-ketin farqlarini ko'rsatib tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilik o'ylayotgan, mana bu ekskavator o'zi Dosan deb o'ylayotgan, yo'q, unaqa emas, bu Xitoy mahsuloti bo'ladi. Bu ham to'g'ri, Xitoyda yig'iladi, lekin bu tegi koreyskiy mahsulot bo'ladi. Ichidagi hamma zapchast, hamma detallari oddiy saniyalargacha koreyskiy turadi. Bizani oldimizga keladigan bo'lsanglar, hammasini video obzorda ko'rsatib sizlarga tushuntirib beramiz. Zavodlarga ham borib kelganmiz Dosanni. Hop, endi ko'rib turganinglardek, farqlari usti tashqaridan ko'rishda bir xildek bo'lib turibdi, lekin yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, buni rangi sal ochroq bo'ladi, buniki to'qroq bo'ladi. Yon tomonini kapot qismlarini ham ko'rsangiz bo'ladi farqini. Faralarida, sal bir ikkita joylarda farqlari. Hop, strela maksimal uzunligi bir xil, ikkalovida ham ko'vish hajmi ham bir xil bo'ladi. 0,28 kuba kovishasi bo'ladi. Strela maksimal uzunligi 5 metr bo'ladi. Maksimal chuqurlik qazishi esa 3,5 metr tashkil qiladi. Hop, tashqarida yana farqlari, balon protektorlarini ko'rsangiz bo'ladi. Dosan DX60W da yo'lka balon deyiladi buni. Bunisi blochniy balon deyiladi. Bu endi ko'proq o'sha katta trassalarda yurish uchun mo'ljallangan balon hisoblanadi. Bunisi endi gruntligi stoykroq turib bera oladi. Reduktor mostlarga keladigan bo'lsanglar, hop, reduktor mostni ham ko'pchilik bir xil deb o'ylayotgan, unaqa emas. Bu yoqda mana Dosan'da ko'rib turganinglardek, italyanskiy Carraro reduktor most turadi. Bu yoqda koreyskiy reduktor most turadi. Hozir mana sizlarga birkalarigacha ko'rsatib o'taman. Mana PMD koreyskiy reduktor most hisoblanadi, lekin bu reduktor most ham shu Xitoyda yig'iladi. Buniki importni keladi. Hop, bu ekskavator Xitoyda chiqqani bilan Xitoy o'zini faqatgina 4 ta dona ballonni qo'yib chiqaradi. Ichida o'sha aytgandek sanligidan tortib, polni qolgan detallari o'sha koreyskiy aralash bo'ladi. Komplektatsiyalarga keladigan bo'lsak, komplektatsiyalar bir xil. Bunda ham qaychi, gidromold, adapter, transhey, planirovочный kovishlar hamma narsasi mavjud. Hozir sizlar bilan yo'lak qismini ko'rib chiqamiz. Mana Zut ZT60W da yaponskiy dvigatel Yanmar 46,3 kilovatli, ya'ni 63 ta otquchiga ega apparat motor saylarga tanlanmaydi. Bu yerda mana radiator sistemalari katta usilenni qizib ketmaydi. Nasos sistemalari nemetskiy Rexroth bo'ladi. Bunda ham endi pokazatellar yomon emas, importni detallari bor. Buni plus tomoni orqa atvalni ko'rib turganinglardek, splashnoy ulangan va metalli qalinligidan ko'rsatib bo'ladi, qanaqa shirokiyligini. Endi Dosan'ga kelamiz. Dosan eskidan o'sha Yanmar dvigateli bo'ladi bu yerda, apparat motor saylarga tanlanmaydi. Bunda lekin 53 ta otquchi bo'ladi. Endi bu degani otquchi 10 taga kam degani, bu endi bu ekskavatordan slab ishlaydi degani emas. Undan tashqari nasos raspределительlarga ham ahamiyat berish kerak. Nasoslari ko'rib turganinglardek, mana Devlon Dosan o'zi bitta narsa. Dosan o'zining nasosi, ya'ni bu yerda ham radiator sistemalari, interkuler охлаждениялari usilenni. Buni mana orqa atvalni ko'rib turganinglardek, atvalni tepasiga mana ulangan bo'ladi. Bunda o'sha aytib o'tgandek, Zutda bunda splashnoy. Hop, orqa anaqalarga, kapotlarga ham keladigan bo'lsak, hop, mana yon tomonlarini ko'rasizlarmi? Shoxli chiqib turgan bo'ladi. Bunikida bunda shoxsiz shundoq. Mana orqa ko'rishlari ham bir xil. Buni endi ko'pchilik o'sha Xitoy Dosani deb aytadi. Bu endi toza Koreya mahsuloti, Xitoyda sborka bo'lgan. Ichki qismlarini ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Dosanda hamma yoq oddiy, sodda ishlangan. Пониженный, повышенный. Bu yerda ruchnoy оборотлari, atvalli naqalari, richaklari, joystick управления, konteyner, pechka, radiosistema plus hammasi bor. Bu yerda ham mana buni plus tomoni orqa kamerasi mavjud. Bu yerda monitor bo'ladi. Joystick управлениялari, konteyner, pechka, radiosistema, yon tomon, old oynalari полный ochiladi. Xullas o'rtoqlar, mana ko'rib chiqdinglar farqini. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, aloqaga chiqsanglar, ikkalovini ham chiroyli narxlarda, bozorda yo'q narxlarda qilib beramiz. Garantiyalari bunga ham, bu ekskavatorga ham 1 yil 2000 matachas, motor korobka mostlarga beramiz. Kelsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Servis xizmatlari, zapchastlari hammasi o'zida mavjud. Ertaga bu ekskavator tanlasanglar ham zapchastdan muammosi bo'lmaydi. Xavotirga o'rin yo'q. Kimga endi nima desa bo'ladi? Eskidan shu tanigan Dosan brendi bo'ladigan bo'lsa, sifatdan, ishonchdan o'tgan texnika bo'ladigan bo'lsa, mana Dosanni ko'rsanglar bo'ladi. Kimga mana shu balon protektorlarini mana gapirib chiqdim, nasos tomonlama, motor tomonlama hammasini gapirib chiqdim. Narx-navosi arzon deydigan bo'lsanglar, mana kelsanglar, mana bu ekskavatorni ham qilib beramiz. Leasing, kredit, xullas to'lov turlari har xil. Yoqqanini tanlab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.